Assalomu alaykum. Yangicha format blogda, mana shu Telegram kanalimda bir qancha AI to'g'risida postlar qo'yib borganimda kommentariyalarda savollar berishgan va shu savollarga bir yig'ib video ko'rinishida javob beraman degan plan qilgan edim. Anchadan beri qilib, endi mana hozir olishga vaqt bo'lyapti. Va yana bitta Sardor ukamiz bir qancha AI bo'yicha savollarni yuborganlar. Shularga javob berishga harakat qilaman. Agar format yoqsa, videoga like qo'yinglar, keyin savollaringiz bo'lsa yana kommentariyalarda yozinglar. Keyingi epizodlarda, keyingi video chiqishlarda ularga ham javob berishga harakat qilaman. Mana shu savolni hozir yig'ib oldim. 6 ta savolga javob berishga harakat qilaman. Sizningcha AI ni ishlatayotgan tadbirkor bilan AI dan haqiqiy foyda olayotgan tadbirkor o'rtasidagi asosiy farq nima? AI'ni ishlatish bu mana ko'pchilikda, masalan, mani o'zimda ham birinchi paydo bo'lgan o'sha juda bir mashhur produktlardan bittasi bu ChatGPT bo'lsa, agar siz uni o'zingiz maishiy savollaringizni, ya'ni hayotda yoki bo'lmasam sog'lig'ingizga tegishli bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam yangi til o'rganayotgan bo'lsangiz, unga AI ishlatishni boshlasangiz, undan keyin siz uni o'ylashni boshlaysiz. Ishimda yoki bo'lmasam biznesimda yoki bo'lmasam har kungi qilayotgan ishingizda qanaqa qilib bu instrumentlarni ishlatishni va yana yangi instrumentlarni qidirishni boshlaysiz. Shuning uchun agar siz tadbirkor bo'lsangiz masalan va o'zingizni qanaqadir oddiy savollaringizga AI orqali javob topayotgan bo'lsangiz, bu ham sizni unumdorligingizni oshirishni boshlaydi. Biz ham kompaniya sifatida bir qancha AI instrumentlar ishlatamiz. Masalan, biz kompaniya sifatida Claude ko'p ishlatamiz. Undan tashqari, mana agentic AI paydo bo'lgandan keyin, ya'ni AI agentlar paydo bo'lgandan keyin Perplexity kompyuterni ko'p ishlatishni boshladik, Manusni ko'p ishlatishni boshladik va AI deganda bu hozir keng tushuncha. Ko'pchilik mana shu LLMlar, ya'ni katta bilimlar bazasiga ega bo'lgan AI instrumentlar, ChatGPT bo'ladimi, Claude bo'ladimi, XAI instrumentlari bo'ladimi, shular bilan Agent AI va keyin AI native produktlarni adashtirishadi. Masalan, video generatsiya qiluvchi Hagen masalan api yoki bo'lmasam servisi, bu ham AI produkt, lekin bu AI ishlatib masalan biror bir mahsulot, ya'ni rezultat beradigan produkt. Undan tashqari savol bersangiz javob beradigan AI produktlar bor. Shuning uchun biznesni tushunish kerak. Bizani holatda biza endi AI native deydi. AI native degani AI eng asosiy o'sha yadrosida bo'lgan kompaniya bo'lganimiz uchun biz AI juda ko'p ishlatamiz va produktlarimiz ham o'sha AI bilan birga tug'ilgan. O'ylayman, research qilish kerak, ya'ni izlanish kerak, o'rganish kerak, nima toollar bor, u toollar qanaqa menga, ya'ni toollar deganimda servislar bor va ular qanaqa menga yordam beradi. Eng masalan mashhurlarni aytadigan bo'lsam, bu o'sha ChatGPT hamma biladigan, keyin Claude biz ko'p ishlatamiz, Perplexity, Manusdan keyin yana biz OpenClaw ishlatyapmiz, GenSpark Claw bor. GenSpark o'z produktlari ko'rsanglar bo'ladi, juda foydali. Ikkinchi savol. Ko'pchilik AI dan vaqt tejash uchun foydalanyapti, lekin uni daromadni oshirish instrumentiga qanday aylantirish mumkin? AI dan vaqt tejasangiz, siz bu degani daromad. Ya'ni siz u vaqtingizni boshqa narsaga ishlatsangiz bo'ladi va shuni o'zi ham daromad hisoblanadi. Endi agar AI orqali pul topish to'g'risida o'ylagan bo'lsangiz, botda oson, ya'ni ingliz tilida low hanging fruit deydi, ya'ni oson qilish mumkin bo'lgan nishalar sekin-sekin to'lib boryapti. Masalan, oson nishalardan bittasi AI yordamida pul topishi, bu turli xil grafik dizayn qilish, PowerPoint prezentatsiyalar qilish, veb-saytlar qilish. Masalan, hozir Claude'ga aytsangiz, veb-saytingizni tez qurib beradi. Masalan, bizning Numeo veb-saytimiz birinchi versiyalari Wix platformasida, keyin Framer platformasida Web Studio tomonidan qilingan edi. Mana oxirgi versiyasi to'liq AI tomonidan qilingan, Claude qilgan struktura. Ya'ni biza prompt orqali hozir veb-saytda yangilash, blog postlar yozishga o'tib ketdik. Shuning uchun mana shu veb-sayt yaratish, grafik dizaynda, video yaratishda, masalan, Hixfield bilan video reklamalarimizni ham ko'p yaratyapmiz. Shunaqa texnologiya va tool, ya'ni instrumentlarni o'rgangan holatda siz pul ishlashingiz mumkin.
Uchinchi savol, agar tadbirkorda cheklangan resurs bo'lsa, pul, vaqt, komanda, AIni qayerga joriy qilish eng to'g'ri start bo'ladi? Hozirda bizani ko'p ko'radigan, misol uchun auditoriya bu o'zbekistonliklar bo'lgani uchun, o'zbekistonliklar uchun ko'p AI toollar qimmat tuyuladi va narxi ham arzon emas. Masalan, bizani bir oylik AI ishlatish xarajatlarimiz kompaniyada 3-4 ming dollardan baland. 5 ming dollar ham bo'lishi mumkin. Nimaga bunaqa baland? Chunki AI o'zi arzon emas. Masalan, yaqinda Uber kompaniyasi dasturchilariga AI ishlatishga resurslar bergan va u byudjet 3 milliard dollar bo'lgan Uber kompaniyasida. Va mana may oyiga yetmasdan o'sha 3 milliard dollar byudjetni ishlatib bo'lishibdi. Bu degani AI arzon emas, qimmat nisbatan. Shuning uchun cheklangan resurs bo'lsa, agar vaqt cheklangan bo'lsa yoki bo'lmasa komanda cheklangan bo'lsa, unda demak ko'proq pul ishlatisha oladi. Agar pul cheklangan bo'lsa, unda arzon instrumentlar ishlatishligi mumkin. Shuning uchun buni ham mana shu savollarni ham eng zo'ri qanaqa ishlatsam bo'ladi degan savol bilan research instrumentlar bor. Masalan, Perplexity kompyuterga bersa bo'ladi yoki so'rasa bo'ladi Perplexity kompyuterdan. Perplexity kompyuter Perplexity'ning $200 max tarifida bor. Mandagi industriyamdagi bizneslar qanaqa qilib AI ishlatyapti, shuni izlanib kelgin desa, borib o'zi izlanish o'tkazadi, research o'tkazadi. U yarim soat, 1 soat olishi mumkin va sizga to'liq ma'lumot beradi. Bu narsani researchchi Cloudda ham qiladi. Cloudda max tarifida ham qilsangiz bo'ladi. To'rtinchi savol, AIni kompaniyaning joriy qilishda nima ko'proq ahamiyatli? Instrumentlar, jamoa yoki strategiya? AIni kompaniyaga joriy qilishda eng ahamiyati katta narsa bu jamoa. Birinchi o'rinda jamoa ochiq bo'lishi kerak innovatsiyalarga va o'zgarishlarga va eksperimentlar o'tkazishga. Bu bir. Ikkinchidan, jamoa shu umumiy maqsadi bo'lishi kerak. Ya'ni AI qo'llash uchun ishlatish kerak emas, balki umumiy kompaniyani oldiga qo'ygan maqsadi yoki bo'lmasa metrikalariga yetish uchun ishlatish kerak. Keyin AI strategiya to'g'risida hali voqli gapirish, chunki AI shunaqa tez o'zgaryaptiki, masalan, 1 oy oldin bo'lgan yangiliklar bilan hozirgi yangiliklar orasida juda katta farq bor. Ya'ni har hafta yangi narsa chiqyapti. Shuning uchun bu yerda uzoq strategiya qilish qiyin. AI strategiya to'g'risida katta korporatsiyalar gapirishi mumkin, lekin ular ham strategiyasi 1 oyda fail bo'lishi mumkin, ya'ni o'zgarishi mumkin. Shuning uchun instrumentlarni ishlatib ko'rish kerak, lekin eng asosiy sabab jamoa. 5-savol, yaqin 2-3 yilda AI sabab qaysi rollar va vazifalar yo'qoladi va tadbirkor bu o'zgarishga qanday tayyor turishi kerak? Yangi kelayotgan 2-3 yilda o'zgarishlar bo'ladi, lekin ko'p o'zgarishlar kelayotgan 10 yilda kutish kerak. Qaysi rollar, vazifalar yo'qoladi deb aytolmayman 2-3 yilda. Chunki 2-3 yil bu vazifalarni yo'qolish, katta tubdan o'zgarish bo'lishiga kam muddat. Masalan, keyingi 10 yilda yo'qolmaydi, lekin kamayadi. Masalan, AI qilishi mumkin va olishi mumkin bo'lgan bir qancha ishlar. Bular masalan koding nisbatan kamayapti. Hozir kodni o'sha to'g'ri promptlar orqali AI yaxshi yozyapti. Ikkinchi narsa kamayadigan bu operatsion ishlar, ya'ni masalan buxgalteriya ishlari yoki bo'lmasam ma'lumotlarni kirg'izish yoki bo'lmasam mijozlar bilan demayman, operatorlarni telefonda gaplashishi, standart protsesslar bo'lsa, keyin mijozlarni shu qo'llab-quvvatlash, customer support deydi, o'sha ishlarning bir qismi AI ga o'tadi. 6-savol. Agar siz bugun noldan biznes boshlasangiz, AIni birinchi kundan qanday qilib integratsiya qilgan bo'lardingiz? Men haligacha odamlarni roli katta deb bilaman. AI hozir qanchalik rivojlanish etapida bo'lmasin, baribir komanda, o'ylaydigan odamlarni roli katta. Shuning uchun birinchi AIni qo'llashim, masalan, bu kompaniyani o'zi protsesslari nima bo'lyapti? Ya'ni heartbeat deydi, ya'ni yurak urishi qanaqa bo'layotganini kontrol qilishga va bazaviy qanaqadir funksiyalarni avtomatlashtirishga ishlatardim.
bir xillarda bo'ladi. Qilayotgan ishlaringiz, ya'ni sizni misol uchun bitta protsessni avtomatizatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, u protsessni avtomatizatsiya qilayotgan ya'ni xarajatingizga nisbatan uni berayotgan natijasi baland bo'lishi kerak. Hali AIda ayrim protsesslar borki, u yerda sizni avtomatizatsiya qilish kostlaringiz hali uni beradigan natijasidan kichkina. Shuning uchun doim eksperiment qilishda davom etish kerak deb hisoblayman. Biz juda ko'p eksperiment qilamiz, har xil protsesslarni avtomatizatsiya qilishga, har xil savollarimizga research qilishga, ya'ni izlanishga. Lekin baribir kompaniyani birinchi boshlasam, baribir to'g'ri odamlarni olishdan boshlardim. AIga to'g'ri qo'llay oladigan odamlarni olishdan boshlardim. Va ixtiyoriy olayotgan odamim AI bilan ishlay oladimi, yo'qmi? Shunga qarardim. Chunki AI ishlatish bu ixtiyoriy odamni ertaga foydali ish koeffitsiyentini karra oshirib beradi. Shu yerda pauza olamiz. Keyingi epizodlarda, keyingi chiqishda yana qolgan savollarga javob beraman. Rahmat.